Yashasınlar, qani ketdi. Ovoz bo'psizlar. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum. Rahmat. Voy, menimcha ko'pdilar. Voy, asaljonlar rahmat hammaga. Chiroyli gullardan Nargiz opa uchun atalgan chiroyli buket yasab berishingizni so'rab qolamiz. Siz uchun atalgan chiroyli tortimiz bor. O'z qo'llaringiz bilan chiroyli qilib bezatib berishingizni so'raymiz. Malina bilan, ha? Hozir paka chetda. O'zi landshaftni ham-chi. Mana shunaqa ham oldindan dizayn qilmasam, hovlini ko'raman deb, mashqqa kelib, gullarni tanlab tashlayman. Keyin bog'ida borib, tasavvur qilib yarataman. Har doim bir yangi yutuqqa erishganimning sababi Bahodir akamga maqtanish bo'lib kelgan ekanda. Yutuqlarimni sizga ko'rsatardim Bahodir aka. Esla olasizmi? Vatanga shu nimadir qilgim keladi, yengil yaratim keladi, topardim, ko'rsatardim. Bir-birimizga motivatsiya o'rgandi. Yo'q, bu mendan o'tmadi, mendan o'tmadi. Qalbimiz qoldi. Bo'ldi, rahmat. Chiroyli futbollar, lekin kompaniya yaxshi qo'llangan ishlar. 15 bo'lsa Shunchaki gul emas bu. Qaranglar, men uchun bu mehr, sevgi, hurmat. Mana bu chetidagi romka desa bo'ladi. Bu biza Bahodir akam bilan yaratgan Bahor gullari kompaniyasini ma'nosini keltiradi. Va buni ichida daraxt o'syapti. Va bu daraxtlar birma-bir mana har bitta daraxt, har bitta, ya'ni mana bu bezagimizda bir xodim deylo, bir qanaqadir yutuq. Ya'ni bu daraxt bu bizning jamoamiz. Bitta niyat qilib qo'yaman. Men xohlaymanki, mana shu turgan har bitta odam omadli bo'lsin, baxtli bo'lsin va kompaniyada umrbod qolishlarini xohlayman. Hammalarga katta rahmat. Rahmat hammalarga. Rahmat. Rahmat. Mamnun rahmat Bahodir aka. Как раз telefonim mazasi qochgan edi. O, rahmat. Yaxshi, tug'ilgan kunim o'zi zo'r paytda bo'ladi. 20-oktabrda iPhone endi chiqqan paytda.